Ne manda zarur söyle. Nimkene? Makine çaylarımdan. Ha, ben hem de yetlik kimden yudan ama? Ha, kimler? Aşağı kapırıp, kötü çıkıyorum handa ko. Aşağı kapırıp cuma. Ha, ne tursa da? Ne ki? Mesela Şıkıp turga ve ba. Kim bile yağ usturamsız kim bile? sen yağıştın. Özünüz yağ usturuvatsız. Yetlik kimden yup. Ha, obdan. Bu arvud, bu dendon emasken bu ha. Dendonuz başkura alamsız. Bu başka. Ha, bulduken amsa. Şu tüne kitapxonani oldida. Ha. Ma toshda echikdida. Ha. Shu ma'nim yedikilar. Ha. To'xtab. Shani oldiga ketganda. Ay kelib ma'nimsini kuyis edi. Ha, maç ketken ma. Ha, toshda ichib ketgan edi. Başta dendon qaz mingpamaysiz desiniz ham do'stlar o'tirib qopmay. Ya, men mingdonga bilma, neyning mingdonga ishtirib mangman, beyni kagichang biza ya yuqori sug'an. Biza chapa kildi. Biza japa oldigan ekan. Nasıl 72 qapti? 70 amdan mısın? Bir neçe yaş girmez? 36 yaş. 36 yaş. Menden kichikkensiz. Ana singlim o'rnida. Azroq 70 ko'nglimni qilib qo'yay. Ha. Men mana somka saq qo'ying. Voy. Elama. Voy, ko'zagima. 7 shilton. Ha, aldınız 7 dal kamberlar sus alırsınız. Ha? Ana olsa ya da operatörüm suratga qo'ydi, chiroyli xotir qolsin deb chiqasak bo'lamdi. Bo'ldi. Ha, biz balkim yoqtirmay qolib qolsiz yuvasaq bo'ldi. Ya, bo'ldi. Ma'qul. Ana olsa bir yerda bolalik bo'lsin-chu, bir yerda biroz ishga qarab turgan shu qasam ishlang. Anında hech mana kunimiz ahamiyat ketadi, o'zingiz topgan pulni o'zingiz xashlaysiz. Juma? Bo'ldi. Anasi No'ruzda bizning oshxonada bir No'ruz. Ha? Bilmaymi? Chimanbog' oshxonasi. Yaqinmasa angacha aparqo'da adam chiqadi. Oshxonada biz suyimli qarindoshlarga No'ruz ishbagash, oddiy faoliyat qilmoqchi. Vaqtingiz bo'lsa, 21-soatchu. No'ruz, Chechak bayrami hammasini bir yig'ilib suyimliklarga. Angacha bir o'zaro aloqalashib, sizlarning suyimliklar to'playda bado. Yo'qchi. Ma'qul. Telefon ishlatasiz chiqib. Bamna. Telefon ishlasangiz men top akir qo'yay. Suyimliklar bir topimiz bor. Top kirib, fikrlashib, suhbatlashib degandekmi? Sen rasman ko'rib olgan bo'lar ha. Eshitdim bo'lmaydi. Men o'chir yo'llasangiz bir ishlab qolsa, men bajumamda bay degandek akangiz o'rnida. No'ruzda oshxona vaqtingiz bo'lsin keling ha. Shada faoliyat qilib, suyimliklarga tomoq berib, oddiy usul bir yig'ilish qilamiz. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh.